Abdulla Aripov. Xalqimizning sevimli shoiri Abdulla Aripov 1941-yili 21-martida Qashqadaryo viloyatida dunyoga kelgan. O'zi haqida shoir bunday yozadi: Men tug'ilib o'sgan, bolaligim o'tgan joylar Qarshi, ya'ni qadimgi Nafas shahridan 5-10 chaqirim shimolroq tomondagi Qo'ng'irtov etaklaridir. Bahor kelganida havoni o't o'lanlarning yoqimli xushbo'y hidi qoplar. Sharros yomg'ir quyganida biz tog' cho'qqisi ungiridagi kichik g'orlarga berkinib olardik. O'sha yuksakliklardan shimol tarafdagi yam-yashil bepoyon kengliklarni tomosha qilar edim. Ko'ksimni to'ldirib nafas olardim. Ayniqsa bu joylardan janub kechalari yulduzli osmon nihoyatda go'zal bo'lar edi. Tim qora osmonda qo'l cho'zsang yetgudek ulkan novotrang yulduzlar charaqlab turadi. Hayotimda bunday go'zal manzaralarni keyin uchrata olmadim. She'rim avval tuman, viloyat gazetalarida chop etilgan bo'lsa-da, birinchi marta Respublika gazetasida Qushcha degan she'rim bosib chiqqan. Bu orada qancha she'rlarim, to'plamlarim chop etildi. Biroq ilk she'rim bosilib chiqqan o'sha daqiqalar, uning quvonchi sira esimdan chiqmaydi. Mana o'sha she'r bilan tanishing. Qushcha. Goh botqoqqa, goh gulga qo'nar, tinim bilmas sayroqi qushcha. Nechun bahor seni rom etgan, qayda eding bahor kelguncha. Kel yashaylik hamisha birga, bizda bahor gullar barchasi. Bilsang men ham chaman o'lkamning sho'x va qo'noq shod o'g'ilchasi. Abdulla Aripov O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri kabi yuksak unvonlarga sazovor bo'lgan. U O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi matnining muallifi. Shoir 2016-yil 5-noyabr kuni vafot etgan. Mutolaadan oldin ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning quyidagi fikrlariga diqqat qiling. Biz turkistonliklar o'z vatanimizni jonimizdan ortiq suydigimiz kabi arablar Arabistonini, qumlik issiq cho'llarini, eskimolar shimol taraflarini, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o'z vatanlarini tashlab hijrat qilur edilar. Aziz o'quvchi, nima uchun ota-bobolarimiz yurti tuprog'ini ko'zga surgan? Eskimo so'zining ma'nosi Osiyoning shimoli sharqi, Shimoliy Amerika va Grenlandiyada yashovchi xalq. Hijrat so'zining ma'nosi o'z yurtini tark etib boshqa joylarga ketish. Zavqli mutolaa. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Abdulla Aripov she'ri bilan tanishamiz. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan deya yeru osmonni muqaddas atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga yilda yoki quyoshimiz sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bog'larin jannat deb ko'z etaman. Nechun ardoqlarkan tuprog'ini men? O'paman tuprog'ing bebaho vatan. Aslida tuproqni odil tabiat taqsim aylagan-ku yer yuziga teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi furqat? O Qashqar tuprog'i qashshoqmiding sen? Xo'sh, nechun sevaman O'zbekistonni? Sababini aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Xalqim tarix hukmi seni agarda mangu muzdeklarga iltgan bo'lsaydi, qorliklarni makon etgan bo'lsayding, mehrim bo'ymasmidim o'sha muzlarga. Vatanlar mayli gullasin, bog' unsin mangulik muzda ham, ammo yurtim seni faqat boyliklaring uchun sevgan farzand bo'lsa kechirma aslo.
To'tiyo so'zining ma'nosi oldingi paytlarda ko'z og'rig'iga qarshi yoki ko'zni ravshan qilish uchun surtiladigan dori. She'rda esa juda aziz, muqaddas yoki noyob narsani ko'zga surish ma'nosida qo'llanmoqda. Qashqar Xitoyning g'arbiy qismidagi shahar. O'zbek shoiri Furqat sayohat bilan borib, o'sha yerda oila qurib qolib ketgan. Furqat doimo vataniga qaytish umidi bilan yashagan. Furqat asl ismi Zokirjon Muhammad o'g'li 1859-1909 yillarda yashab ijod etgan taraqqiyparvar shoir, publitsist hisoblanadi. Tavsiya. She'r asosida kuylangan qo'shiq ota-ona, farzand ijrosi ustozlaringiz yoki ota-onangiz yordamida topib tinglab ko'ring. Siz ham oila a'zolaringiz bilan rollarda bo'linib ijro etishga harakat qiling. Keyingi she'ri Miltillaydi mitti yulduz. Abdulla Aripov. Ko'k gumbazin bir chetida bo'shliqlarga urib bosh, miltillaydi mitti yulduz, tanholikdan to'kib yosh. Atrofida na bir yulduz, na bulut bor, na tuman, yulduzlarga termilib u titrab turar shamsimon. Bechora yashash nechun? Yashnamasang, kulmasang, o'z to'dangdan nega uchding? Qaytish yo'lin bilmasang. Ko'k gumbaz so'zining ma'nosi yer ustida gumbaz shaklida ko'rinib turadigan havo qatlami, ya'ni osmon. Abdulla Aripov. Burgut she'ri. Burgut. Abdulla Aripov. Yosh burgut uchmoqda ko'kda shiddatkor, kumush bulutlarning to'zg'itib barin, uchmoqda qalbida mag'rur ishonch bor, qaqshagan qoyalar cho'qqilar sari. Uchmoqda qayerga, cho'qqiga nechun? Burgutning shiddatin uyg'otgan nima? Bo'ronli dargohda ne kutar uni? Qudratli qanotin qo'zg'atgan nima? O'ynoqi shamol ila basma-bas ana ko'ndi burgut eng yuksak joyga. Cho'qqi uzra mag'rur turdi-yu birpas, yana bo'ron misoli qo'zg'aldi qayga. Axir ne bo'lardi bersang tabiat, shu buyuk shiddatga yarasha maqsad. Tilla baliqcha. Abdulla Aripov. Tuxumdan chiqdi-yu keltirib uni, shu loyqa hovuzga tomon otdilar. Tashlandi ushoq yeb o'tadi kuni, xoru xazonlar ustini yopdilar. Dunyoda ko'rgani shu tor hovuzcha va gavjum tollarning achchiq xazoni, menga alam qilar tilla baliqcha, bir ko'lmak hovuz deb bilar dunyoni. Ko'lmak so'zining ma'nosi chuqur joyga to'planib qolgan yomg'ir suvi, halqob suv